Bu ko'ksini retsepti evaziga Manga Sitora guruhida 4-bo'lishlikni taklif etishgan, lekin bu retseptni men faqat sizlar uchun ko'rsataman. Bilsanglar bilarsizlar. Bitta idishga ukrop, pomidor, tuz, shakar, soya, uksus va suv solib aralashtirib qo'yamiz. Go'shtni esa yog'da chesnok, soya sousi va tabga ko'ra tuz bilan ozgina payt qovurib, keyin qopqog'ini yopib, past olovda dimlab yumshoqqina qilib pishirib olamiz. To'g'ralgan karam, sabzi, bodringni ustiga paprika, chesnok, tuz, kunjut solib, ustidan qizib turgan yog'ni quyamiz va ketidan soyaviy sous solib, yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Ko'ksi uchun maxsus xamirni birinchi qaynab turgan suvda pishirib olib, keyin yaxshilab muzdek suvda chayib tashlaymiz. Tayyor bo'lgan xamirni ustiga karamli salatimizni, yumshoq pishgan go'shtni, to'g'ralgan pomidorni solib, mazali suvidan quyamiz va ustidan kunjutlarni sepib, xohishga ko'ra chili garmdori ham solsangiz bo'ladi. Tavba qildim, ko'ksi hech ham bunaqa tayyorlanmaydi degan kommentariyni negativchilardan kutib qolaman. Bizga esa yoqimli ishtaha.